Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yaxshimisizlar, charchamay. Mana 2 xonali isitadigan pechkalarimiz. 1.5liklari. Xudo xolasa zakaslar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Materiallari oldi, orqasi to'rli bo'ladi, tomi to'rli bo'ladi, o'tiradigan joyi to'rli bo'ladi. Asosiy joylari to'rli. Bu yonboshlilari, orqa tarafdagi duxovkalari 2.4, 2.5 dan bo'ladi. Orqalarida reshotkasi bo'ladi, endi qo'yiladi ular. Mana ishlarimiz. Xudo xolasa chotki. Mana o'tib yoqasizlar. G'aladon. Pechka istab, qanday olsamikin deb yurgan akalarimizga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Garantiyasi bilan ishga xudo xolasa javob beramiz. Ko'nglingizni to'q qilib olsanglar bo'laveradi. Isitmay qolyapti ko'p yerda, buzishib boryapti boshqatdan. Shunaqa holatlarga javob beramiz. Xudo xolasa, inshaalloh sharmanda qilmaydi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana bunimiz ham zakasiga bo'lgan. Kraskali varianti. Bu kattasi bu 1.30ligi bu. Mana akalar.